Assalomu alaykum, Yakatus Biogomiz kanalining qadrli a'zolari. Bugun sana 2026-yil 7-fevral. Soat 9:15. O'sha bugungi video syomkamiz chuvalchaklarni biogomiz, ya'ni reaktordan ajratib olish uchun solinayotgan ozuqa haqida bo'ladi. Mana shu reaktorlarimiz 80% ga 85% ga go'ngni yeb bo'lgan chuvalchaklar tayyor ilashga. Ya'ni bir hafta uzog'i 10 kunda bular 100% biogomiz holatiga keltiradi. Go'nglarni va bularni elash uchun biz avval reaktorlardan chuvalchaklarni olib olishimiz kerak. Chuvalchaklarni olish uchun esa ustiga yoki go'ng yoki yana boshqa o'sha go'ngga muqobil qandaydir bir chuvalchaklar tezroq chiqish uchun kerakli ozuqani berishimiz kerak. Biz video davomida o'sha aynan chuvalchaklarni olish uchun keltirilgan ozuqani ham tashlaymiz. Ya'ni video davomida ko'rsatib o'tamiz. Mana shu reaktorlar hammasi tayyor. Mana bu g'azon bilan o'ralgan reaktor, inkubator. Bunda chuvalchak bor. Buni elamaymiz. Bundan chuvalchak olib yangi reaktorlarga tashlaymiz. Bu reaktorlarning o'rni bo'shagandan keyin. Mana bu yerdan o'zi mana kecha bir tonna biogomiz sotdik Mingbuloq tumaniga. O'sha ko'chatchi ukalarimiz, dehqon ukalarimiz olib ketishdi. Aynan o'sha yuklash jarayonidan video qila olmadik. Ularni bizni ham vaqtimiz bo'lmadi. Ularga zarur ekan, nam deyishimizga qaramasdan bizga zarur deb shu bir tonna biogomiz olib ketishdi. Xullas biogomiz so'raganlar ham ko'payapti. Bundan buyog'i sezon. Shunga tezroq biz chuvalchaklarni olib biogomizlarni elashni boshlashimiz kerak. Mana bu reaktordan o'zi o'sha olib kelgan ozuqamizni solishni boshladik. Bu reaktorni ham o'sha 80-85% yeb bo'lgan. O'sha zavoddan, tip-top zavoddan, ya'ni sharbat zavodidan biz mana bunday olmani chiqindisini olib kelganmiz. Bu aynan chuvalchak uchun juda ham bir ajoyib ozuqa bo'ladi. Buni olib kelishdan oldin biz bir yerdan bir qop olib kelib sinab ko'rdik. Effekti yaxshi bo'ldi. Ya'ni o'sha bir qop mana shu olmani chiqindisini reaktorning ustiga tashlaganimizdan keyin 3 kunda chuvalchaklar zich holatda chiqib oldi. Ya'ni misol uchun go'ngga 5 kun, bir haftada chiqadigan bo'lsa, bunga 3 sutkada o'ta zich holatda chiqdi. Mana shunday qilib solib chuvalchaklarni ajratib olamiz. Mana shu tayyor reaktor, ya'ni yeb bo'lgan biogomizni, go'ngni yeb bo'lgan biogomiz holatiga keltirgan chuvalchaklar aynan mana shu reaktordan xo'sh 5 tonna plus minus biogomiz chiqadi. Bunaqa reaktordan bizda ko'p, ya'ni aytmoqchi bo'lganim reaktorlarimiz har xil. Misol uchun mana bu reaktordan undan ko'ra enliroq, yana ham ko'proq biogomiz chiqadi. Bu tarafda g'azon bilan yopilgan mana bu reaktorlardan bular o'sha balandligi ham bulardan ko'ra baland, eni ham enlik. Bulardan 7-8 tonna atrofida chiqadi. Aynan mana shu g'azon bilan yopilgan reaktorlardan. Xullas biogomizimiz ko'p bu yil.
Inshaalloh bu yil faoliyatni yanada kengaytirmoqchimiz. Yana boshqa yerga chiqib, u yerda ham qilmoqchimiz. Ya'ni ko'proq biogomuz chiqarish maqsad. Chunki o'tgan yili sotib bo'lganimizdan keyin ham juda ham ko'p murojaatlar bo'ldi biogomuzga. Biz ularga yetkazib bera olmadik, biogomuzimiz yetmadi. Mana o'zi hozir hali elamadik, biogomuz tayyor emas. O'sha klientlar so'rashdi, boshlashdi. Shuning uchun bu bo'ladigan biznes, biz yana ham kengaytirmoqchimiz buni. Mana o'sha ozuqa bitta gaz ilguvchi mashinasida to'ktirganmiz. Pop tumanida mana shunday tip-top zavod bor, o'shandan mana shu qoldiqlarni, ya'ni olmani qoldiqlarini olib kelganmiz. Bu juda ham shirali narsa. Chuvalchanglar uchun juda ham kerakli va shirin ozuqa. Yetti tonna atrofida olib keldik. Mana shuni endi reaktorlarning ustiga solib, chuvalchaklarni ajratib olamiz. Videoga like bosing, izohlarda fikringizni qoldiring. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Shunday qilib bizni videomizni ko'proq, kengroq tarqalishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting.